O'zimni sog'lig'im uchun o'zimga osh bo'lsin. Yetkazganiga shukr. Yoqimli shahodatlar menga. Заслуженный ovqat. Voy mazza. Jam qo'lim ochgan ekan. Har doimgidek mana oppoq narsa kiysam shu ahvol bo'ladi. Mendagi bormi? Shu oppoq narsa kiyganda nimadir hamzachini kir qiladigan. Choq qo'yilmas issiq choy bilan. Mazza qilaman o'rtoqlar, Xudoga shukr, yetkazganiga shukr. Kecha soat 1da necha lavashlar, kartoshkalar yeyishga. Ko'pchilik aytadi, ko'p xamir ovqat yeysiz, lekin semirmaysiz deb. Siri nimada deb. Siri ko'p ishlayman men, ko'p harakat qilaman. O'shaning uchun yuqmaydi. Hatto lekin figuramni ham podдержка qilib, albatta kardio qilib, trenovka qilib chiqazoraman. Lekin hech ham anaqa nima deydi, o'zimni xafa qilmayman. Qornim ochmi yeyman. Farqi yo'q, uchmi to'rmi. Asobini kechasi rosa ishtaham ochiladi-yu, sizlarda ham shunaqami? Sizlar yolg'izmasizlar shunaqalar ko'p menimcha oramizda.